Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Malika Tolipova, Salohiddinova, Turizm kafedrasi katta o'qituvchisi. Bugun sizlar bilan Introduction to Tourism, ya'ni turizmga kirish fanidan turizm terminologiyasi haqida gaplashamiz. Turizm terminologiyasidagi o'rganadigan rejalarimiz quyidagilardan iborat. Bular umumiy atamalar va ta'riflar, turar joy sanoati va turar joy, oziq-ovqat va ichimliklarga xizmat ko'rsatish sanoati, logistika va transport, diqqatga sazovor joylar, dam olish kurortlar, o'yin maskanlari, ko'ngilochar xizmatlar, tadbirlardan iborat. Turizm insoniyat hayotining ajralmas qismiga aylangan bo'lib, u nafaqat iqtisodiy foyda, balki madaniy, ijtimoiy va ekologik ahamiyatga ham ega. Turizm terminologiyasi esa bu sohani ilmiy asosini, atama va tushunchalar tizimini belgilab beradi. Asosiy tushunchalar: sayyoh deganda kamida 24 soat boshqa joyda bo'lib, turistik xizmatlardan foydalanuvchi shaxs deb bilamiz. Ekskursant bo'lsa 24 soatdan kam vaqt sayohat qiluvchi shaxs sifatida o'rganilgan. Turistik xizmat sayyoh uchun yaratilgan transport, turar joy, ovqatlanish, madaniy va axborot xizmatlar majmui, ya'ni turist sayohatga chiqqan paytida barcha foydalanadigan narsalari bu turistik xizmatlar deb aytiladi. Tur paketlar oldindan tayyorlangan transport, mehmonxona va ko'ngilochar xizmatlarni o'z ichiga olgan kompleks yondashuvdir. Tur operator bu tur paketlarni ishlab chiqib, bozorga taklif etuvchi tashkilot hisoblanadi. Tur agent bo'lsa, tur operator mahsulotlarni mijozlarga sotuvchi, reklama qiluvchi va ularga yetkazib beruvchi shaxs, vositachi hamdir. Turar joy sohasi turizm infratuzilmasining eng asosiy bo'g'ini hisoblanadi. U sayyohlarning vaqtinchalik yashash, dam olish, xizmatlaridan foydalanish ehtiyojini qondiradi. Turar joylar bir necha xil turga bo'linadi. Ulardan bittasi mehmonxona, to'liq xizmat ko'rsatuvchi, yulduz tizimi bo'yicha tasniflanadigan turar joy hisoblanadi. Hostel bo'lsa, arzon narxdagi umumiy xonalar bilan ta'minlangan joy. Guest house bu mehmon uylari, ya'ni oilaviy boshqaruvdagi kichik turar joylar. Butik mehmonxonalar esa o'ziga xos dizayn va shaxsiylashtirilgan xizmat bilan ajralib turuvchi, yuqori darajadagi xizmat ko'rsatuvchi mehmonxona. Kurort mehmonxonalar esa resort mehmonxonalar, dam olish hududlarida sog'lomlashtirish xizmatlari bilan birgalikda dam olish faoliyatini yurituvchi muassasa hisoblanadi. Turar joylar sifat darajasi, qulaylik, joylashuv va xizmat madaniyatiga qarab baholanadi. Oziq-ovqat va ichimliklarga xizmat ko'rsatish sanoati aynan bu soha turizm tizimining muhim qismi bo'lib, sayyohlarning eng asosiy ehtiyojlaridan biri aynan ovqatlanish va taomlar bilan tanishishni ta'minlaydi. Ular ham bir necha xil turga bo'linadi. Ular restoranlar, bular milliy, xalqaro taomlarni taklif etuvchi turli xil xizmat joylari, kafe, barlar, yengil ovqat va ichimliklar uchun mo'ljallangan joylar hisoblanadi. Catering xizmatlari esa tadbir yoki qandaydir uchrashuvlar uchun tayyor ovqat yetkazib berish va bufet tizimi o'ziga xos inson yoki sayohatchi, mijoz desak, o'z xohishiga ko'ra tanlab olish asosida xizmat ko'rsatishni taklif etadigan jarayon hisoblanadi. Gastronomik turizm turistlarning milliy taomlar, oshpazlik an'analari va madaniyatlarini o'rganish maqsadidagi sayohat hisoblanadi. Oziq-ovqat xizmati turizmda madaniy tajribaning ajralmas qismi hisoblanadi. Turar joy turlari aynan 4 xil turdagisini sizlar bilan o'rganamiz. To'liq yoki qisman xizmat ko'rsatadigan turar joylar. Bularga mehmonxonalar, motellar, ro'ykan, yapon uslubidagi turar joylar, apart otellar, mehmon uylari, fermer uylarini misol qilsak bo'ladi. Keyingisi o'ziga o'zi xizmat ko'rsatuvchi turar joylar. Bunga kvartiralar, kottejlar, uylar, kampus, lager yoki karvonsaroylarni biz misol qilsak bo'ladi. Qo'shimcha vositaviy turar joy lagerlar bo'lishi mumkin. Mobil transportda turar joy bular kruiz kemalari, paromlar, poyezdlar va avialaynerlarni misol qilsak bo'ladi. Mehmonxonalar o'zini yulduzli tasnifiga ko'ra 5 yulduzga bo'linadi.
ajratiladi. Bular 1 yulduzli mehmonxonalar. Bu minimal xizmatlarga ega arzon mehmonxona. Kundalik uy ishi har doim ham ularga kirmaydi. Hamma xonalari bir xil. 2 yulduzli kam byudjetli mehmonxonalar, shuningdek minimal xizmatlarga ega 1 yoki 2 turdagi xonalari mavjud. Misol uchun standart xona, lyuks xonalari mavjud bo'lgan mehmonxonalar 2 yulduzli mehmonxonalar deyilishi mumkin. 3 yulduzli mehmonxonalar esa standart xizmatlar to'plamiga ega bo'lgan o'rta toifali mehmonxona. Har kuni xizmat ko'rsatuvchi xizmat, hammom, televizor, minbar yoki muzlatgich, mehmonxonada kir yuvish, suzish havzasi, sport zali, biznes markaz, mehmonxona tomonidan taqdim etilgan nonushta uchun restoran mavjud bo'lishi mumkin. Bu xizmatlarning ba'zilari mavjud bo'lmasligi ham mumkin. Har xil turdagi xonalarning mavjudligi bitta, 2 xonali, chekuvchilar uchun, chekmaydiganlar uchun lyuks xonalar bular misol bo'ladi. 4 yulduzli mehmonxona esa bu yuqori darajadagi mehmonxona bo'lib, u yuqorida ko'rsatilgan xizmatlarni barchasini, shuningdek maxsus xizmatlari, misol uchun kurortlar, massajlar, bir nechta bar, restoranlar mavjudligi, konferensiya zallar mavjudligi va imkoniyati cheklangan shaxslar uchun maxsus xonalar mavjudligiga qarab belgilanadi. 5 yulduzli mehmonxona esa ular keng ko'lamli xizmatlar, ayniqsa eksklyuziv xizmatlari bilan ajralib turadi. Masalan, xususiy golf klubi, vertolyot qo'yadigan maydonchasi, xizmatkorlari bo'lgan ko'p xonali kvartiralar, apartamentlar bo'lishi mumkin bo'ladi. Logistika va transportga keladigan bo'lsak, turizmda logistika bu sayyohlarning harakatini, transport vositalari va yo'nalishlarini boshqarish tizimi hisoblanadi. U samarali transport tarmog'isiz turizmning rivojlanishi mumkin emas. Bular ham bir necha xil turga bo'linadi. Ular aviatsiya, temir yo'l transporti, avtomobil transporti, dengiz va daryo transportlariga bo'linadi. Aviatsiya bu xalqaro va ichki reyslar orqali sayyohlarni tashishning eng tezkor vositasi hisoblanadi. Temir yo'l vositasi esa temir yo'l transporti uzoq masofalarga qulay, ekologik toza va iqtisodiy jihatdan foydali. Avtomobil transportlari turistik transport, mikroavtobus, avtomobil ijarasi shularni o'z ichiga oladi. Dengiz va daryo transportlariga esa suv orqali sayohat qiladigan dam olish maqsadida ishlatiladi. O'zbekistonda logistika sohasida Afrosiyob tezyurar poyezdlari, xalqaro aeroportlar va zamonaviy yo'llar turizmni qulay qilishi mumkin. Diqqatga sazovor joylar bu turistlarni jalb qiluvchi tabiiy, tarixiy, madaniy yoki yaratilgan obyektlar hisoblanadi. Bularga tabiiy obyektlar, ularga tog'lar, cho'llar, ko'llar, milliy bog'lar, masalan, Zomin, Chotqol shu kabi joylarni misol qilsak bo'ladi. Tarixiy madaniy meros bu bizani Samarqand, Buxoro, Xiva kabi shaharlar va ularning yodgorliklari. Sun'iy obyektlar esa tematik parklar, muzeylar, hayvonot bog'lari, ko'ngilochar majmualar hisoblanadi. Diniy joylar esa masjidlar, ziyoratgohlar, madrasalar, maqbaralar va cherkovlar bo'lishi mumkin. Bu obyektlar mamlakatning turistik brendini shakllantiruvchi asosiy omil hisoblanadi. Turizm terminologiyasi bu sohaning ilmiy va amaliy asosini belgilovchi muhim tizim. U turizmni tashkil etuvchi barcha sohalarni, turar joy, transport, oziq-ovqat, ko'ngilochar xizmatlar, logistika, kurort va tadbirlarni yagona tizim sifatida uyg'unlashtiradi. Xulosa qilib aytganimizda, bugungi kunda O'zbekistonda bu tarmoqlarning barchasi jadal rivojlanib, xalqaro standartlarga moslashmoqda. Turizm terminologiyasini chuqur o'rganish esa mutaxassislar uchun sohani yanada puxta anglash, innovatsion g'oyalar ishlab chiqish va xizmat sifatini oshirish imkonini beradi. Bugungi sizlar bilan o'rganmoqchi bo'lgan mavzuyimiz shulardan iborat edi. Hammangizga e'tiboringiz uchun tashakkur.